Nima uchun ta'limda biz O'zbekiston rivojlanmayapti? Xo'p, rivojlanmayapti emas, rivojlanayapti, lekin rivojlangan davlatlar ta'lim tizimidan tan olaylik, hali orqada qolayapti. Sabablari mani fikrim. Demak, hozirda ta'limda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar hali hanuz juda ko'p emas, lekin bor juda ko'p mutaxassislar hali hanuz zamonaviy yondashuv masalasiga ko'p e'tibor berishmayapti. Haliyam meni eshit, meni tingla, meni gapirganimni yozib ol, konspekt qil, ruxsat berganimda qo'l ko'tarib gapir tamoyilida qolaversa pashsha uchgani sezilsin, jimlik bo'lsin degan tamoyilda haliyam dars berayotgan ustozlar bor. Afsuski, bu jarayonda ko'rishimiz mumkin, pashshani gapirishga ruxsat berayapmiz, ammo talabalarni, o'quvchilarni gapirishga ruxsat bermayotgan ustozlar hali ko'p. Lekin zamon hozir gapirishni, mustaqil fikrni berishni, tanqidiy fikrlay olishni talab etyapti. Nimaga? Chunki bolalarimiz agar shuni o'rganmasa, 21-asrda yashab qolish ko'nikmalari rivojlanmaydi. Shuning uchun hozirda mana shu tamoyil ozgina susayapti. Lekin hozir yoshlarimiz o'qib, o'rganib, o'z ustida izlanyapti, chet davlatlarda o'qib kelishyapti. Menimchalik bundan so'ng bu rivojlanishga o'z hissalarini qo'shishadi degan niyatdamiz. Bu muammo bo'yicha hammamiz o'z ustimizda izlanishni boshlamasak, har bir o'qituvchi o'zini ustida rivojlanishi uchun harakatni boshlamasa, natijaga erishishimiz juda ham qiyin. Kimdir kelib bu muammoni hal qilib bermaydi. Biz hammamiz shunga mas'ulmiz va shundagina biz natijaga erishamiz.